Akalar, mana biz yana efirga chiqdik. Sizlarga videolarni qo'yapmiz. Mana dekanlarni bugun qanday katta qilish sirlarini o'rgatamiz. Sizlar layklarni va obunalarni ko'paytira boshlayverasizlar. Hozir men sizlarga birinchi tavsiya qiladiganim ko'p guruch bermanglar ekan. Shunday tovuqni ichi qotib, katta bo'lishi sekinlashar ekan. Makka bilan bug'doyni normalni qilib berib tursalaring, dekan o'zi qattini tiklaydi. Keyin bozorlarda sotadigan o'sha qo'ydi go'shtlari bor. Odam yeb bo'lmaydigan go'shtlardan olib kelib arzonga beradi. Shuni mayda-mayda qilib bitta qaynatib olib turib beraverasizlar. Dekanlaring bir oy ichida o'zi shunday bo'lib qoladi. Hop, tavsiyalarni shuna olib boramiz va yana efirga chiqamiz biz.